Men har kuni ertalab barcha boy insonlar aytadigan jumlani aytaman. Uni yozib oling va ketma-ket 30 kun davomida ishlating. Bu affirmatsiya pul hayotimga osonlik bilan kirib keladi. Mana shu jumla o'sha men aytayotgan affirmatsiya. Nima uchun bu ish beradi? Siz ongingizni farovonlikka dasturlaysiz va miyangiz muammolar o'rniga pul topish imkoniyatlarini qidirishni boshlaydi. Buni qanday qilish kerak? Har kuni ertalab ko'zguga qarab tabassum va minnatdorchilik bilan 7 marta takrorlang. Bu juda muhim. Qisqa va lo'nda. Menga pullar oson keladi, menga pullar oson keladi, menga pullar oson keladi. Xuddi shu tariqa. His tuyg'u bilan xuddi pullar sizda allaqachon bordek gapiring. Pul xohlayman emas, balki pulim bor deb ayting. O'ylamanki, bir haftadan so'ng sizda yangi imkoniyatlar paydo bo'layotganini, insonlar ish taklif qilayotganini va pul topayotganingizni sezasiz. Xo'sh, ertaga ertalabdan ushbu jumlani aytishni boshlaysizmi? Izohlarga plyus belgisini yozib qoldiring va natijangizni qayta kelib shu kommentariyaga yozishni unutmang. Meni yopiq klubimga a'zo bo'ling. U yerda pul bo'yicha texnikalar juda ham ko'p. Linkini esa opisiyadan topasiz.